Bugungi mavzuyimiz autistik spektrning buzilishi, autizm haqida bo'ladi. Bosh miyani rivojlanishda buzilish natijasida kelib chiqadigan kasallik, ya'ni insonni ijtimoiy munosabatlarini yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni defitsiti bilan. Ko'p eshitganmiz, autistlar qaysidir bir harakatlarni qayta-qayta amalga oshirishi mumkin. Qiziqish doirasi tor bo'ladi. Autizmni yengil formasi Asperger sindromi deyiladi. Simptomlarini ko'rib chiqaylik. Autist bolalar, bolalikdan boshlayman, bolalar o'zini bir dunyochasida bo'ladi. Xuddi bir shishadan yasalgan qobig'ida bo'ladi. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib, qaysidir harakatlarni qayta-qayta qilib, barmog'i bilan soatlab o'ynab o'tirishi mumkin. Yoki devordagi naqshlarni ko'rib, shunga uzoq payt tikilib o'tirishi mumkin. Yoki bir stol atrofida qayta-qayta aylanaverishi mumkin. Mana shunga xos o'xshagan o'ziga xos bir o'yinlari bo'ladi. Oddiy, lekin o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Chaqirsangiz javob bermaydi, eshitsa ham. Qulog'ida eshitish qobiliyatida hech qanaqa muammo bo'lmasa ham. Ko'zingizga qaramaydi. Ko'zingizga qaramaydi, savol bersangiz javob bermaydi, kulmaydi. Baland ovozlarni, unga teginishlarni yoqtirmaydi, jahli chiqib ketadi, ba'zan isterika darajasida g'azablanib ketadi, o'zgarishlarni yoqtirmaydi. Nimaga? Chunki mana siz tasavvur qiling, o'zingiz biror kvartirada bir o'zingiz yashaysiz, hech kim yo'q, sizni uyingiz, maza qilib o'zingiz xohlaganingizcha yashab yuribsiz va to'satdan qo'shnilar kirib, begona insonlar kirib, uyingizni o'zicha o'zgartirib, mebellarni o'rnini almashtirib, xohlagan ishini qilyapti. Nima qilasiz? Jahlingiz chiqib ketadi. Nima bo'lyapti? Kimsizlar deb qo'rqib ketasiz. Xuddi shunga o'xshab autist bolalar ham o'zini dunyosida bir binoyda yurgan paytda yo onasi, yo otasi, yo vrach xuddi uni dunyosini buzib tashlayotgandek tuyuladi unga ham. Shu sababdan bola g'azablanib, qo'rqib ketib, isterika qilishni boshlaydi. Negaki bolada nutq rivojlanishi ortda qolgan, o'zini hissiyotlarini ko'proq g'azab bilan, yig'i xarxasha bilan bildiradi. Masalan, hattoki oddiy har kungi kun tartib buzilib qolsa ham, har kuni ertalab kasha yeydi, o'ynaydi, peshinda uxlaydi. Mana shu tartib ichiga vrachga borish kirib qolsa ham, bu bola uchun o'zgarish. Shuni o'ziga ham jahli chiqib, xarxasha qilib, yig'lab, isterika qilishi mumkin. Endi bunaqa bolalarda alohida xususiyatlari bo'ladi. Ko'pincha alohida xususiyatlari bo'ladiki, boshqa oddiy bolalarga nisbatan bir necha bor zo'rroq bajaradigan funksiyalari bo'ladi. Masalan, bunday bolalar fantastik darajada zo'r rasm chizishi mumkin. Kalkulyatordan ham tezroq hisob-kitob qilishi mumkin. Ya'ni oddiy bolalarni qo'ldan kelmaydigan ish bularda o'zgacha bir qobiliyat bilan namoyon bo'lishi mumkin. Mana shu miyadagi kompensator tizimni ishi bu. Ya'ni qaysidir sohada buzilish bo'lganini hisobiga boshqa soha giper zo'r rivojlanib ketgan bo'ladi. Endi sabablari haligacha 100% aniqlanmagan. Eng katta sabab deb genetika belgilangan. Genetikadagi buzilish va hokazo. Endi terapiyasiga keladigan bo'lsak, bolani terapiyasi haqida gapirmayman, chunki bola bilan mutaxassislar komandasi ishlashi kerak. Nevropatolog, psixonevrolog, psixiatr, trenerlar, o'qituvchilar ishlaydi. Juda ko'p texnikalar, juda ko'p mashg'ulotlar, jismoniy mashg'ulotlar juda ko'p, hammasi kerak. Faqatgina aytaman, bu mashg'ulotlarni albatta qilish kerak. Ya'ni autist ekan, bo'ldi endi, peshona ekan deb tashab qo'yilgan bola bilan voydod autist ekan, tezroq tuzatishim kerak, tezroq bunga ko'nikmalarni o'rgatishim kerak, haligacha pampersda yuribdi deb bola bilan shug'ullangan bolani olib solishtirsangiz, ya'ni tashab qo'yilgan bola bilan ko'p mashg'ulot o'tkazilgan bolani kattaroq bo'lganda solishtirsangiz, juda osmon bilan yerchalik farqi bo'ladi. Ya'ni mana shu ketkazilgan mehnat, mashg'ulotlarni natijasi albatta bo'ladi. Shu narsa yodingizda tursin. Men ko'proq ota-ona terapiyasi haqida gapirmoqchiman. Chunki bolaga autizm deb tashxis qo'yilganda ota-ona uchun bu katta musibat. Va boshqa musibatlarni boshdan kechirish kabi autizm degan diagnozni olgan ota-onaga ham bir necha bosqichda bu narsani o'tkazadi o'zidan.
Eng birinchisi inkor bosqichi. Ya'ni bola autist ekan degan diagnoz qo'yilganda ishonishmaydi. Yo'q, vrach noto'g'ri nima qilgan, vrach tushunmaydi, bilmaydi, boshqatdan tekshirilsin deb. Diagnostikasiga ham aytmoqchiman. Diagnostikasida hech qanaqa analizda topshirilmaydi, hech qanaqa tahlil qilinmaydi. Faqat kuzatish metodi, faqat kuzatuv orqali bilish mumkin. O'zi bola 1 yosh, 1,5 yosh bo'lganda onalarni o'zi birinchi sezib qoladi. Bolam qaramaydi, bolam chaqirsam eshitmaydi, reaksiya bildirmaydi deb shikoyat qilib keladi. Ko'pincha eshitishidan shikoyat qilib keladi. Qulog'i yaxshi eshitmayapti deb o'ylaydi. Vaholanki shunda bilinayotgan bo'ladi, qulog'ida muammo emas. Va 3 yoshgacha autizm tashxisi qo'yilgan bo'ladi. Va mana shu inkor bosqichida ota-ona ishongisi kelmaydi, qabul qilmaydi. Yo'q, mani bolam soppa-sog', shunchaki eshitishida ozgina muammo bor deb. Keyingi bosqichda super vositalar qidirishga tushib ketadi ota-ona. Tezda super vrach topishimiz kerak, super klinikalarga olib borishimiz kerak, super dorilar topishimiz kerak. Tuzatamiz, 100% tuzalib ketadi degan shu qandaydir sehrli vositalar qidirishga tushib ketishadi. Undan keyingi bosqichda endi charchaydi ota-ona bu bilan va o'zida xafalik va g'azab bosqichi boshlanadi. Nimaga aynan manda shunaqa bo'ldi? Nega boshqasida bo'lmadi? Yoki bolaga nisbatan g'azab. Qayerdan ham tug'dim shu kasal bolani? O'lib ketsam bo'lmasmidi? Nega sen shunaqa bo'lding degan bolaga nisbatan g'azab bo'ladi. Ba'zan mana shu mashg'ulotlarni, har xil bola bilan o'qitish mashqlarini judayam haddan ortiq qilib yuborishadi. Bola ko'tara oladigan darajadan ham ko'paytirib yuborishadi. Bola yig'laydi, xohlamaydi. Yo'q, shug'ullanishing kerak deb qandaydir bir passiv agressiya bilan bolani haddan ziyod yuklab tashlashadi. Bolani urolmaydi, lekin mana shu mashg'ulotlar bilan tuzalishing kerak deb qanaqadir haddan ziyod qiynab yuborishadi. Mana shu g'azab bosqichida. Keyingisi esa ayblash boshlanadi. Onada ayniqsa o'zini ayblash boshlanadi. Men aybdorman, homiladorligimda o'zimga yaxshi qaramadim, vitaminlar ichmadim, siqildim, hammasiga o'zim aybdorman yoki qaysidir bir gunohimga jazo bu, man o'qigan ishimga jazo deb o'zini ayblashni boshlaydi. Va undan keyingi bosqich depressiya bosqichi. Ayniqsa onalarda depressiya boshlanadi. Hech narsa yoqmaydi, hech narsa qilgisi kelmay qoladi. Aynan mana shu etapgacha psixoterapiyani qo'shish maqsadga muvofiq. Ayniqsa depressiyada qolib ketmasligi kerak. Psixoterapiyada nima bo'ladi? Mana shu bosqichlarni birgalikda sog'lom bosib o'tib, oxirida bolani kasalligini qabul qilish, bolani qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilish o'rnatiladi. Mana shu eng katta maqsad. Bunaqa paytda o'zi oilada nima bo'ladi? Bolaga autistik spektrni buzilishi degan tashxis qo'yilganda, albatta shu aytganimdek mashg'ulotlar, o'qitishlar, bolani ko'nikmalarini shakllantirish uchun har xil darsliklar boshlanadi. Bularni hammasi juda qimmat turadi. Chunki nafaqat bilim berish, ko'nikmalar orttirish, balkim jismoniy tarbiya, basseyn, gimnastikalari bo'ladi, boshqa shaharlarga borib qanaqadir davolanishni olib kelishadi. Bular juda qimmat. Va oilada moliyaviy inqiroz boshlanadi. Yana oilada bu boladan tashqari boshqa farzandlar bo'lishi mumkin. Ularga e'tibori yetishmay qoladi, erga e'tibori yetishmay qoladi. O'ziga yarasha muammolar kelib chiqadi, er-xotin o'rtasida janjallar boshlanadi. Ko'pincha erkaklar kasal bolani tashlab ketadi. Hammasi ham emas, ko'pincha erkaklar ko'tara olmaydi bu narsani. Pul topib bera olmaydi, bolani bu ahvolda ko'rgisi kelmaydi va hokazo. Yana ayollarda bo'lishi mumkin zudlik bilan keyingi farzandga homilador bo'lib olish. Ya'ni xuddiki keyingi bolam sog'lom tuzalsa, o'zimga o'zim kompensatsiya qilaman. Nuqsonli bola tug'gan aybimni yuvaman. O'sha narsam to'ladi. Shu bo'shlig'im to'ladi. Tezda homilador bo'lib, tezda tug'sam, sog'lom bo'lsa, o'zim kelaman, o'zimni to'laqonli his qilaman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun tezda keyingi farzand ko'rish harakatiga tushib qoladi. Va keyingi muammo yana bo'lishi mumkin odamlarga qo'shila olmaslik. Xuddi shu bola bilan hozir ko'chaga chiqsam, hamma menga qaraydi, hamma achinadi, hamma bolalarimga boshqacha qaraydi, har xil maslahatlar berishni boshlashadi. Bu narsani ko'tarish og'ir degan
mana shunaqa qiyinchilikka uchrashi mumkin. Terapiyada aynan mana shu bosqichlar o'rganiladi. Ba'zan ota-onani shu o'zini bolaligidagi psixotravmalari o'rganiladi va bola bilan boya aytganimdek mashg'ulotlar bajarilishi bir necha yillar bo'lgani sababli bu juda og'ir. Mana shu qiyinchiliklarni osonroq o'tish o'rgatiladi psixoterapiyada va ota-onani psixoterapiyani qanchalik muvaffaqiyatli o'tishi bolani kelajakda qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Ya'ni bunga juda ham bog'liq. Psixoterapiya o'tgan ona bilan o'tmagan onani yerni osmonchalik farqi bor. Hamda sizlarga tavsiya beraman, bunday bolani bilan o'rtada ishonchli munosabatlar o'rnatishga harakat qilish kerak. Chunki bu o'zini olamida yashaydi doimo. O'zini olamchasi bor, boshqa narsalarga e'tibor bermaydi. O'sha ota-ona o'zi doimiy o'sha o'ziga taqlid qildirib insoniy ko'nikmalarni o'rgatishni boshlaydi. Ba'zan siz ham unga taqlid qilish orqali ishonchni o'rnatishingiz bo'ladi. Ya'ni ba'zan bir necha daqiqaga bolangizni olamiga tushib, undagi xatti-harakatlar qilib, unga taqlid qilib, birpas uni ham dunyosida bo'lib ko'ring. Shunda uni ham ishonchi sekin-sekin o'rnatiladi, sizga nisbatan shakllanadi. Va bolani kuchli taraflariga qarab kuzating. Albatta bo'ladi. Qayerdan bilaman bolamni kuchli tarafini deyishingiz mumkin. Mana ayniqsa nevropatologlar autizm alomatlari deb yozganda qo'rqib ketadi ota-onalar. Autizm alomatlari bor ekan bolamda, voy dod deb. Aynan mana shu autizm alomatlari bolangizni kuchli tarafi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Aynan o'sha uni qaysi alomatlar deb so'rab olsangiz, aynan o'sha sizni bolangizni kuchli tarafi bo'ladi. Aynan shu siz nuqson deb hisoblagan, siz qo'rqqan belgilari kelajakda uni yutuqlariga erishishiga garov bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bunaqa bolalar boshqa bolalarga nisbatan ko'proq narsani ko'ra biladi. Katta bo'lganda ham oddiy insonlarga nisbatan autistlar aynan o'zini autistik alomatlari orqali biz ko'ra olmagan, oddiy odamlar ko'ra olmagan, sezmagan, payqamagan narsalarni payqaydi. Shuning uchun bunaqa paytda qo'rqib ketmasdan rakursni o'zgartirib, qaytanga bu holatni qayta baholab, bu bolamni kuchli tarafi. Mana shu orqali mani bolam muvaffaqiyatli bo'ladi deb qarashingizni tavsiya etaman. Bugunchalik shu. Sizlarni esa konsultatsiyamda kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang. Nafaqat YouTube'ga, Instagram va Telegramga ham obuna bo'ling. Kontaktlarim shu videoning tagida qoldirilgan. Sog' bo'ling.